Iroda opaga kattakon rahmat deyman. Qo'llari dard ko'rmasin. Biz ham ularga o'xshab zo'r kosmetolog bo'lib ketdik. Hamma shogirdlar. 1 yil oldin kelganman Iroda opaga. Yuzimda to'la ugrilar bor edi. Keyin ularga уже 1 hafta, 2 hafta qatnaganimda ugrilarim ketishni boshlagan. Keyin iziga qilganmiz. Keyin yaxshilanib boryapti. Hozir просто lecheniyaga kelib turaman Iroda opa oldilariga. Parvarish uchun. Bitta ikkita ugrilar chiqib qolsa, ularga ham lecheniya olib ketaman. O'ziga qarab, yuziga shu chiroyli bo'lib yurish kerak. Ugri toshib ketishi bilan Iroda opaga kelganman. Sразу Instagramda ko'rganman. O'sha hamma videolarimni ko'rib chiqqanman. Hammada rezultat bo'lyapti. Keyin kelganman men ham. Lekin bir marta o'zi lecheniyaga kelib ketsa, ko'radi natijasini. Уже bittada foydasi bo'ladi. Olishmasin, lekin endi baba o'zi anaqa toshib ketganda endi hamma qo'rqib ketadi, yuzim yomon bo'lib ketadi deb. O'shanga hamma ko'rgan narsasiga ishonib, shunaqa narsalarni sotib oladi. Endi olmanglar unaqa narsalarni. Men Iroda opa oldilariga kelgandan keyin ishligini kuzatdim. Уже menga yoqishni boshladi kosmetologiya. Keyin shogirdlikka tushdim ularga. Hozir уже o'rganib kelyapman shogird bo'lib.